Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Mana bugun 2025-yil 25-sentyabr. Xudo xolasa boshlagan kunimiz hammamizga xayrli, barakali kun bo'lsin. Biz ish faoliyatimizni boshladik. Navdan boshladik? Aksiyani qotilini chiqarishdan boshladik. Xudo xolasa 1 emas, 2 emas, 3 dona masakil qo'yib beraman. Aksiyaga xudo xolasa azon bilan ko'rib o'zingiz xarid qilib ketaverasiz. Birinchi masakilimiz aytadigan bo'lsak, armada masakilimiz bo'ladi. 1,5 tonnalik emas, 2 tonnalik masakilimiz. Jo'm go'k suyet, 5 shpilkali, palovsi xili deb aytiladi masakilimizni. Gelib ustalarınız bilan tekshirtirib xarid qilib ketaverasiz. Bahasına keladigan bo'lsak, armada masakilni 15 million, 14 million, 13 million deb o'tirmaymiz. 11 milliondan qo'yib berdik. Gelib ulgurib qolamiz aziz obunachilarimiz. Fakat va fakat sizlar uchun bu. Ikkinchi masakilimizga keladigan bo'lsak, 800 kilolik shu sprekka maslojlarimiz 11,5 milliondan qo'yib berdik bir dana qollik sababli. Yana bir armada qo'yib beraman 1,5 tonnalik 6 akkumulyator 75lik bilan jihozlangan 2000 miya 2000 dinam deb aytiladi 4 shpilkali. Bahasına keladigan bo'lsak 15 million 500 ming so'mdan qo'yib berdik. Jitki tormoz, start stop hamma narsalari bor. Kelasizlar maslojlarni xarid qilib ketaverasiz. Videomiz yoqqan bo'lsa bir like'larni bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmaymiz. Azizlar e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling hammangizni. Qo'sh cho'parda xudo xolasa qo'shni toptoda kutib qolamiz. Kelaverasizlar.